Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Arab tilini o'rganamiz nomli yangi darslarimizga xush kelibsiz. Ushbu darslarda biz arab tilini eng sodda va tushunarli usulda bosqichma-bosqich o'rganamiz. Agar siz ilgari umuman arab tilini o'rganmagan bo'lsangiz ham, xavotir olmang. Barchasini noldan boshlaymiz. Inshaalloh. Arab tili dunyodagi eng qadimiy va eng boy tillardan biridir. Bugungi kunda millionlab insonlar bu tilda so'zlashadi. Eng muhimi esa Qur'oni Karim arab tilida nozil qilingan. Arab tilini o'rganish orqali Qur'onni yanada yaxshiroq o'qish va uning ma'nolarini chuqurroq tushunishga bir qadam yaqinlashamiz. Bu yo'l sabr va davomiylikni talab qiladi. Har kuni ozgina vaqt ajratishning o'zi katta natijalarga olib kelishi mumkin. Dastlab arab alifbosidagi harflarni o'rganamiz, keyin ularning to'g'ri talaffuzini mashq qilamiz. Shundan so'ng harakatlar, bo'g'inlar va oddiy so'zlarni o'qishni boshlaymiz. Vaqt o'tishi bilan esa Qur'ondagi eng ko'p uchraydigan so'zlar va iboralarni ham o'rganamiz. Darslar qisqa bo'ladi, ammo foydali bo'lishiga harakat qilamiz. Har bir mavzuni sodda misollar bilan tushuntirib boramiz. Bizni yo'qotib qo'ymaslik va qo'llab-quvvatlash uchun kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin.